Hammaga xayrli kun. Bugun sizlar bilan haftalik analiz qilishni boshlaymiz. Xo'p, funt dollarga o'taman. Funt dollarda daily time'dagi holatini ko'ramiz. Haftalikni ko'ramiz birinchi. Haftalikda qanaqa holatda turibdi? Bozor haftalikda uptrendda turibdi. Dailyga o'tib turib, dailydan biz bayga harakatlanadigan zonalarni qidirib ko'rsak bo'ladi. Hozirgi holatida mana bu joyda dailydagi FVga bo'lgan. Dailydagi FVgini bir marta tepaga ishlatgan, bir marta ishlatib bo'lib orqaga qaytgan. Mana bu zonada FVgini yorib, tepaga yorib yana engulfing hosil qilib qo'ygan. Bizda bu holatida dailyda V shakllangan va V dagi FVgidan bozor bayga reaksiya oldi, ya'ni razvorot qildi bayga. Hozirgi holatini ko'radigan bo'lsak, hozirgi holatida trend liniya shakllangan va trendni yorib retestidan bayga harakatlanishni boshlagan. Gap bu bizaga retest bo'lib bergan. Mana bozor trendni yorgan, mana bu gap bizaga retest amalga oshirib bergan va bunda ham 1 soatlikda ham V shakllantirgan, V ni FVgisi yo'q. Hozirda bizaga bayga qanaqa sabablardan qo'shilsak bo'ladi? Mana bu joyda bizda order blok bor. Order blokda 1 soatlik sham tana bilan yorib o'tdi va orqaga qaytib hali kirmadi. Xo'p, mana bu joyda FVga ham shakllantirgan. Bitta joyda ikkita bay uchun sabab qoldirgan. Birinchisi mana bu order blokda breaker blok qilgan joy va pastida FVga shakllantirgan. Mana bu yoqda SSL ham bor, SSL liquidity ham bor. Biza bayga harakatlanishimiz kerak bo'lgan joy birinchi bo'lib mana shu zonaga kirib kelganda bayga entry qilsak bo'ladi, ya'ni bayga qo'shilib savdo qilsak bo'ladi. Xo'p, buni qayergacha ushlab borsak bo'ladi? Mana bu joyda hali ishlamagan FVga shakllantirgan. Har bitta maksimum va minimumdagi FVgalar yaxshi ishlab beradi. Mana shu ko'rinishda 50% dan bitta selga atkat bo'lishi mumkin va baribir maksimum, har bitta maksimum bir marta qaytarish kuchiga ega. Xo'p, buni yorib maksimumga ham hujum qilishi mumkin, lekin hali ertachi menimcha. Hali bittada bu impulsni kutish xato. Vaqtincha mana shu zonadan bayga harakatlantirsa bo'ladi. Xo'p, stop loss katta, mana bu FVga kelganda ham biza risk qilib stop lossni minimumiga qo'yganimiz uchun ham stop katta bo'lishi mumkin. Xo'p, mana bu FVga o'zidan ham kirsak bo'ladi aslida. Ikkita zona bor. Bu FVga bizaga birinchi zona, mana bu ikkinchi zona, bu mana bu order blokni yorgan breaker blok, bu birinchi zonamiz bo'lib beradi. FVgacha ushlab borsak bo'ladi. Endi NZda USD parasida o'taman. Xo'p, daily time'dan boshlaymiz. Bunda ham FVgini xuddi o'shanaqa funt dollardagidek qilib yorgan va bozor ko'tarilmoqchi. Yuqoriga harakatlanyapti. Mana bu joyda hali 50% ni ishlatmagan katta FVga qolib ketgan. Bozor yana ham tushib kelishi mumkin mana shu joyiga. Mana bu dailydagi FVga buni bir marta ishlatib, hozir ikkinchi martasida turibdi. Buni ishlatmasak ham bo'ladi. Faqat biza bozor uptrendligiga ishonch hosil qilib, bayga risk qilishimiz uchun kerak. Mana bu joyda bozorda V va V ni FVgisi pastida SSL liquidity ham bor. Mana bu joyda SSL liquidity. Biza mana shu FVgini 50% dan bayga qo'shilsak bo'ladi. Qayergacha ushlaymiz deganlarga, xo'p. Maksimumda mana bu joyda ham qaytaruvchi zona bor, engulfing bor. Xo'p, belgilaymiz engulfing bo'lsa, engulfingni 1 soatlikdagi engulfingni belgilaymiz. Bundan keyin maksimumlarda bitta mana bu maksimumda qaytarish kuchi bor, qolganida yo'q. Maksimumlar yig'ilib qolgan va bularni bozor yechmoqchi. Xo'p, yechish kerak. Biza mana shu maksimumni yechilishigacha ushlab borsak bo'ladi. Xo'p, FVgini 50% dan bayga entry qilib ko'ramiz. Kelganida bayga qo'shilamiz. Bu bitta selga ataka beradigan joy. Mana shu joy. Ya'ni engulfing 1 soatlikda. Endi USD cut parasiga o'tadigan bo'lsam, USD cut parasini dailydan boshladim buni ham. Xo'p, dailydagi ko'rinishi, dailyda ikkita bay uchun FVga hosil qilib qo'ygan. Mana bu joyda dailyda FVga shakllantirgan. Undan yuqorida ham dailydagi FVgidan aslida bozor bayga ko'tarilyapti. Mana shu joyda mana bozor bayga polностью razvorot olgan. Hozirgi holatida bozor yana tushyapti.
tushishga sabab yana dailydagi FVG. Dailydagi FVGlarni ishlashi juda ham yuqori. Har bitta videoda birinchi bo'lib dailyda analizni boshlayman. Dailydagi FVGlarni o'zlari ham ko'rgan bo'lsanglar kerak qanaqa ishlayotganini. Xo'p, mana trendni yorgan, retestidan selga oqyapti. Xuddi mana bu funt dollardagidek, faqat teskari. Trendni yorgan, retestidan bayga otganda bunda trendni yorib, retestidan selga tushadi. Xo'p, bizaga birinchi zona mana bu zonadan bayga reaksiya olib bo'lgan. Shunga ham engulfing qanaqadir sabab topib bayga qo'shilsak bo'ladi. Mana bu joyda SSL likvidi bor. Buni bozor ishlatgan. Zonaga kirib bayga ishlatib bo'lgan. Yana bir marta kelganida bayga risk qilib ko'rsak bo'ladi. Ham daily FVG ham bu. Bizga ikkita sabab bor. Mana bu joyda bizda A shakllantirgan. Mana ko'rishingiz mumkin. A shakllantirib qo'ygan. Mana A bo'lgan joy va FVG. Mana shu FVGdan qaytib kelganda biz selga ishlab olamiz. Selga ishlaymiz. Yorib o'tadigan bo'lsa inversion FVG qilib, shuni o'zidan bayga risk qilib ko'rsak bo'ladi. Xo'p, biz mana qo'yib qo'yamiz. Qayergacha ushlasak bo'ladi deganlarga tepada maksimumda mana bu joyda ham engulfing ham SSL likvid BCL likvid shakllangan. Mana shu joyda ham engulfing ham BCL. Shungacha biz bayni ushlab borsak bo'ladi. Xo'p, trend ham shakllanyapti. Bay zonamizgacha trend shakllantirib kelsa, ishlab berish ehtimoli juda yuqori bo'ladi. Trend mana. Endi USD Chief parasiga o'taman. USD Chief'da ham xuddi o'sha qolganlaridek daily time'dan boshlayman. Dailyda MSS V shakllantirgan. V ni pastida kichkina FVG. Juda ham kichkina FVG qoldirib ketgan ekan. 1 soatlik time'ga o'taman. 1 soatlik time'da dominant break shakllangan va 1 soatlik hamda order block ham bor ekan. Mana shu order blockga hozir kirib turibdi. Hozirdan ham biza bayga entry qilsak bo'ladi. Stop loss minimumida take profitimiz mana bu joyda triple method shakllantirgan va har bitta maksimumda qaytarish kuchini ishlatib bo'lgan har bittasi. Endi faqat mana shu triple method bizaga xalaqit berishi mumkin. Selga atkat qilib berishi mumkin. Buni yorganimizdan keyin maksimumlarni yechamiz. Keyin qayergacha ushlaymiz deganlarga tepada BCL likvidi bor. Mana shu joyda BCL likvidi bor. Biza bayni shungacha ushlab borsak bo'ladi. Avval triple method zonani yorish kerak. Mana bu zonamizni tepaga yorib berish kerak. Hozirgi holatidan order blokdan biz bayga ishlaymiz. Mana bu esa bir martalik selga atkat beradigan zona. Mana shu ko'rinishda. Bu USD Chief parasida. Xo'p, mana shu holatda analizni tugatamiz. Hammaga omad.